Endiki mazı hürmetlik vatandaş Elimborg aganıtır. Amerika hükümetinin söhbet vekilleri ümüge birinci ayda Beijing'de Cumhur taraf bilen söhbet gözüdü dedi. Mavzuda haber 12 yani 26. günü Dünya Geziyeti ilan kılındı haberinde başladı. Elimborg haber kılıp bındak versin. Amerika boş müştatlarının Suudi vekiller ümüge birinci ayının 7. günü Beijing'e verip Cumhur'un Suudi emel kardırı bilen söhbet ötküsüdür. Amerika Suudi vekiller ümügenin muavin derzik vekili Jeffrey Girish Amerika Suudi vekiller ümüge yetakçilik kıldı. Bu ümekte Maliye Ministerliğinin Halkara İşler Muavin Ministeri David Malpass var. Bu 12. ayının birinci günü Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping Argentina'da söhbet edip verip Suudi oruçlu vaqtliq yani kelar yili 3. ayının birinci kunigacha vaqtliq to'xtatishga kelishgandan keyin ikki taraf tunji qadam yuz o'ltirib suhbatlashgan bo'ladi. Suudi urushi pul muomala sohasiga zarba elib keldi. Yerlik qarzlar Jungo iqtisodini gumron qildi. Mavzuli xabar 12. ayının 26. kuni Sharq to'g'ri e'lon qilindi. Yana başka bir haber bu. Bu yıl Cumhur'un iqtisadi ishga tashqi jihatlarda zarba uçurdu. Bu yıl o'zgarib turgan bir yıl bo'ldi. Tashqaridan aytganda Amerika Cumhur savdo so'rkilishi o'rlab ketdi. Tashqi savdo tumoni ichida qoldi. Iqtisod dahimi tuvallab ketgan bir paytda 11. ayda butun mamlakat bo'yicha iste'molning baho ko'rsatkichi CPI ve umumiy eksport mölçerliğe önemli erişendi. Umumiy eksport mölçerliğe önemli erişendi. Tahlilchilar Cumhur iqtisodini kelyapti. Texnik qisqarash davriga kirib kelishidan ansirashga boshladi. Bu yil 7. ayda Amerika ikki bosqichga bo'lib Cumhur'un tovarların işgalimi 5%'ın tamamını bece koygandan keyin ikki tarafdan tığma-tığ eliş vaziyeti texmi keskinleşti. Texmi keskinleşti. Lekin Maliye jurnali biz obzor e'lon qilib bunday ko'rsin. Cumhur iqtisodiga yetib kelgan zo'r xiriz yalvoz savdo urushida emas. Balki Cumhurning ichki qismida bag'irlab ketgan ichki qarz masalasi. Xalqaro pul muomala jamiyati abdan ogohlantirishi ko'zsa bu yil 3. faslda Cumhurning umumiy qarz nisbatlash bo'lganda 300%'den ortiq o'rlab ketdi. Yerlik qarzdan boshqa Cumhurda shirkatlar, korxonalar kapital manbai uzilib qoldi. Bankadan qarz ololmaydigan bo'ldi. Navbatda bozorda qizg'in muhokama bo'layotgani Cumhur iqtisodi 6% atrofida taraqqi qila olishdi. Mumkinmi? O'sha saviyani saqlab qola olamdi. Bunun içinde Amerika Cumhur savdosida erishishning natijasi ol qilib qo'ydi. Har vaqtdagidek Cumhur iqtisodining 6%lik taraqqiyotini chekindirdi. Yana bir xabar. Amerika armiyasi Afg'onistondan chekindi. Rossiya matbuotlari Cumhur Pokiston yangi xarizga duch keladi dedi mavzuli xabar 12. ayının 26. günü Torbet e'lon qildi. Xabar bunday başlar. Rossiya mutaxassislari bunday ko'rsatdi. Amerika armiyasining Afg'onistondan chekinishga qaror qilishi Cumhur va Pokistonga yangi xariz olib keldi. Universal matbuotlar 26. günü xabar qilib bunday ko'rsatdi. Cumhur va Pokiston xabar qilib Prezident Trump hukumatining Afg'onistondan askar chekinishni o'ylashyapti. Shu munosabat bilan Cumhur Pokiston diplomatlarining Beijingda suhbat o'tkazganligini xabar qildi.
Amerika'nın Afganistan'daki 14.000 kişilik qo'shinning yerimini chekindirish planlanmoqda. Pakistan bilan Jungo suhbatining muhim mazmuni bir qismi bu. Avvalda Rossiya sun'iy hamroh to'g'ri siyosiy yo'lga stansiyalar tarasotdir, so'zlardan aql keltirib Amerika qisman harbiy qismlarni Afg'onistondan chekintirishni qaror qilgan bo'lsa, Afg'onistonning kuch selishtirmasiga o'zgarish olib keladi. Bu ham Jungoga yangi xiris olib keladi. Chunki Jungo Afg'oniston ishlariga aralashib, ta'siri kelmaydigan davlatdir. Amerikaning Afg'oniston askar chekintirishiga Jungo qanday qaraydi deb qo'yilgan savolga Jungo tashqi ishlar ministrining bayonoti qo'yilgan. Amerika qo'llangan harakatni Amerikaliklar o'zi belgilaydi deb javob berdi.